Agar Alloh bir bandasining taqdirini chiroyli qilishni istasa, uning qarshisiga mana shu duoni chiqarar ekan. Agar hozir buni tinglayotgan bo'lsangiz, bilingki, nasibangiz tog'lardan oshib, siz tomon kelmoqda. Sizga o'rgatiladigan bu oyatni Hazrat Muso eng nochor, eng ojiz paytida o'qigan. U paytda Hazratning na uyi bor edi, na puli bor edi, na boradigan joyi bor edi. Lekin shu duodan keyin Alloh ularga ham uy, ham turmush o'rtoq, ham katta boylik nasib ettirdi. O'sha mo'jizaviy oyat shudir. Robbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir. Ma'nosi shunchalik chuqurki, Robbim, menga tushiradigan har qanday yaxshiligingga nihoyatda muhtojman. Ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Unutmang,